Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Kirib kelgan yangi oy, ro'zai Ramazon hammamizga muborak bo'lsin. Ushbu oyda qilingan hamma duolarimiz Allohim o'zi ijobat qilsin. Qilayotgan ibodatlarimiz Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Kommentariyalarni ham banglatib boryapsizlar, podpiska, layklarni ham bosyapsizlar. Rahmat buning uchun. Bizga motivatsiya bo'lyapti. Hali oldingi videomda aytganimdek, YouTube'dan pul bermaydi, maqsad pul topish emas. Biz o'zimiz bilganlarni kimgadir manfaatimiz tegsa duo qilib qo'yasizlar degan umiddamiz. Hozir mana ukamning uyida akfaron eshiklar o'rnatilyapti. Farg'ona viloyati Quvosay shahridan ustalar. Shu bilan hozir 3-marta ishlatyapman bularni. 2023-yili ham katta o'zim uyimdagi obyektlarimni 2 bo'lib qilib bergan. Eng arzon ham sifatli ish qiladi bu bolalar. Sabab shu YouTube'dan izlanib ko'rib, ustalar bilan Telegram orqali gaplashib boshqa qilib dogovor qilganman. Bu bolalar ishiga ham javob beradi, keyin sifatli narsalardan foydalaniladi. Yaxshi ish qilishadi xullas. Shunga sizlarga ham tavsiya qilyapman. Do'stona. Bu reklama emas, boshqa emas. Do'stona. Mana misol hozir buni YouTube, Telegram orqali qo'yganimda kimdir 19 million baho aytdi. Mashq qilgan ishini hozir o'zi usta o'zi obzor qilib beradi. O'zi YouTube kanali ham bor. Kimdir 17,5 million dedi, kimdir 16 millionga qilib beraman dedi. Bu bola boshida bu ham hisob-kitob qilib 17 million 500 ming so'm hisoblovdi. Ko'proq hisoblab qo'ydingiz. Boshqa hisoblang, yana kallangizni bir joyga qo'yib degandim. O'sha oynani pulini bilib olib turib, bo'lsa arzalatib beraman deb shunday deydi. Aynan men Andijondan Bog'ishamoldan haligi kolonni oyna qilingan 06 kolonni boshqatdan hisoblab 15 million 200 ming so'mga qilib beraman ekan aka, oxirgi narx shu ekan deydi. Kelib ko'rib yana bir qator razmer tashiyman desam, o'zi kelib bir qator yo'q aka, razmerlarga doğru o'zimiz olamiz deb boshqatdan shu Quvasoydan 100 kilometrmi 150 kilometrdan yo'l yurishib kelishib o'chga boshqa qiluvdi. Ya'ni mana 200 ming putag'ini ham sunnatiga o'tib bering endi degandim. Biroq so'zimga yo 100 ming o'tib beray yo 50 ming o'tib beray degan yo'q. Bo'ldi aka, 15 millionga baraka dedi. Mana hamma mahsulotlari Akfaniki, eshiklari, zamonlari ham turetskiy zamon qo'yilgan. Xullas yaxshi usta, tavsiya qilyapman. Agar bunday usta bo'lganda tavsiya qilmadim. Puli ham arzon. 4-5 ta usta bilan gaplashib ko'rdim. Shu sizlardan mabodo uylarga bir yilmi, yana yilgami, keyingi yilgami, Alloh qachon qodir qilganda mablag' oshini boshqa qilganinglarda shu ustani tavsiya qilaman. Hozir oxirida o'zi ham nimadan nima mahsulotdan qilganini o'zi video qilib beradi. O'zining YouTube kanali ham bor. Meni o'zimni kuzatuvchilarim ham, obunachilarim, kuzatuvchilarimga manfaatim tegsin degan maqsadda tavsiya qilyapman bu ustani. E'tiboringlar uchun rahmat. Mana ustani o'ziga beryapman. Hali aytganimdek oldi videomda bu reklama emas. Sizlarga manfaatli bo'lsin. Haligi kimgadir duo qilib qo'ysanglar bo'ldi dedi. Hozir mikrofonni taqib qo'yaman. Bo'ldi. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana bugungi ishimiz Paxtavodda bo'lyapti. Hoji akamizga 3-ishini olib kelib o'rnatib berganmiz. Hop, ushbu ishimiz birinchi ishimiz 2023-yil bo'lgan. YouTube tarmog'ida kuzatib, chaqirib ishlarni qilib berganmiz. Yilni boshida 2023-yilni boshida bitta, keyin yoz faslida bitta qilib berganmiz. Ishimiz yoqqani sababli mana 3-marta ukasining uyiga tavsiya qilib chaqirgan edi. Keldik, ishlarini chiroyli qilib bitirib berdik. Batga ikkita katta vitraj, bitta eshigi bor. Bitta kichkinaroq, ikkita fortishka olib kelib o'rnatib berganmiz. Hop, oynalari 6li yodviy kalyonli oyna. Eshiklarda oshig'i 5 tadan termo ruchka. Hop, romni ruchkalari original yangi chiqqan zimaletali tijlardan qo'yib berganmiz. Hamma oynasi kalyonli oyna, fortishkalarga yodviy gulli oyna qilib berganmiz. Razmerlariga kelsak, eshigimizning razmeri
380 ga 274 bo'lyapti. Eshikda o'zini razmeri 1.40 sm qilib berganmiz. Buni qulayli tomonlari stoykasini balkon profildan tashab, ochiladigan qanotlarini ham balkon profildan qilib berganmiz. Bu tomonida bitta abishni ochiladigan qanot qilib berganmiz, oshiq-moshiqlari 3 tadan. Bu romimizda ikki chekkasi ochiladi, o'rtasi katta panoramli oyna qilib tinchitib berdi ishlarini. Hop, narxiga kelsak, narxi 15 million so'm bo'ldi. Kvadrati 20,5 kvadrat bo'lyapti. 1 kvadrati 731 mingdan to'g'ri kelyapti. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, yoqqan bo'lsa, hop, O'zbekiston bo'yicha xizmatdamiz. Eshigimizni ochilib yopilishini ko'rsatib beramiz. Mana ochilib yopilishlari go'zal holatda termoruchka qilib berganmiz. Qulflanishlari ham go'zal holatda. Original rezinkalar, SPS profildagi ham original. Bu tomonda mana ochilishlari. Bu narsa mana zima letasi bor. Akvaplasti zamonaga o'xshab zima leta bo'ladi. Tijlari. Akvachilar o'zi yaxshi bo'ladi. Hamma ochilib yopilishlari go'zal holatda, ligirovkalarni chiroyli qilib berdik. Kimga bunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, o'zimizning YouTube tarmog'ida kanalimiz bor. Quvasoy akfa qilsalaring YouTube tarmog'ida kelib chiqadi. Bu ichkarida 1.40 ga 1.70 romimiz bor. 40 santimetrlik podagonlik va kam yodviy 6lik kolyonni ayni qo'yib berganmiz kirishkalari bilan. Fortishkalarimiz tevada ikkita yonma ham fortishka bor. Nari xonada bitta, xonada bitta fortishkamiz bor. Xizmatlarimiz yoqqan bo'lsa, like, podpiskani ayamaysizlar. Kanalimizga o'tib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. O'zbekiston bo'yicha xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, kuzatib borishda davom etinglar.